Toza zotga kerak deganlarga obunachilar tozalaridan ona bolani yaqin bo'g'ozladi gigantlaridan kelgan. Videoni boshida bittadan like tirs bosib qo'yinglar, xudo xolasa sizlarga go'zallaridan linaga ishqibozlarga linalik ona bola bo'g'ozlaridan yaqin bo'g'ozlardan xudo xolasa yetib keldi. Assalomu alaykum. Kanalimiz ashaddiy obunachilari, chorva qo'y ishqibozlari. Akalar, xudo xolasa syomkalarimizni Namangan viloyati Namangan tumani shu arzonchi o'xtumchilar qishloq Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Oxiriga erinmasdan ko'rib tursalar, xudo xolasa bor ma'lumotlarni beramiz. Toza qo'y olaman. Shu linaga ishqibozman deganlarga tozalaridan kelib qo'yganman, xudo xolasa. Yaqin bo'g'oz lapillab turganlardan haqiqiy zo'rlaridan kelgan. Xudo xolasa birma-bir hozirlarga yoshlarini, hamma tomonlar ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Oxiriga ko'rib turaverasizlar. Xudo xolasa sizlarga zo'rlardan kelganmiz mana. Obunachilar, xudo xolasa ikkinchi qoringa bo'g'oz oldilarni ko'ryapsizlar. O'ta gigant, yelkalarini ham ko'ryapsizlar. Mana lapillab turibdi. Xudo xolasa 100% ishonchli kalla boshlarni ham ko'ryapsizlar. Hamma yo'g'i joy-joyida. Xudo xolasa. Mana obunachilar, bu ham xudo xolasa ikkinchi qoringa mana o'ta chars qo'y mana. Xudo xolasa bu o bittamizni onasi, bolasi u yoqda, bu ona bolaniki. Xudo xolasa ona bolaniki. Mana shu ona bolasi o'tgan obunachilar, bolasini ham ko'rsatamiz. O'ta go'zal. Ikki tish birinchi qoringa obunachilar. Xudo xolasa mana bu ham lapillab dumbar azizlar, hamma yo'g'i cho'tki. Xudo xolasa onasi ham oq yuz. Xudo xolasa qo'ylarimiz mana. Ko'ryapsizlar, ikkinchi qoringa hamma tomoni kelgan. Xudo xolasa mana bu ham lapillab turibdi. Dumbar azres mana ko'rib turibsizlar. Tik dumba. Bu yerda birorta pas yo'q. Bu ham ona bola mana oq yuz, tozasi obunachilar. Mana xudo xolasa. Mana ishqibozlariga. Mana sut idishlarni ko'ryapsizlar. Xudo xolasa yirik dumbar azres ham hamma yo'g'i joyida. Hop, bolalarni ham ko'rsatib qo'yaylik. Bir qur. Mana bolasi. Ikkoviniki ham obunachilar urg'ochi mana. Tonini ko'ryapsizlar, quloqlarini ko'rib turibsizlar. Mana garbonuslar hamma yo'g'i cho'tki. Dumbar azizlari ham o'ta cho'tki, xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar. Hamma yo'g'i joyida mana. Mana toza narsa olaman deganlarga xudo xolasa obunachilar zo'rlaridan akib qo'yganman. Mana zotga ishqibozlarga originallaridan. Xudo xolasa. Ikkitasi ona bola, obunachilar ona bolani yakka-yakka olaman deganga ham sotilaveradi. Yebishlarni sinovdan o'tkazdik. Unga ham sotilaveradi. Ikkovini bir yerga desalar, bir yerga ham sotilaveradi. Xudo xolasa. Narxini kelishamiz, telefon qilaverasizlar, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Xudo xolasa mana toza narsalar. Mana dumbar azaz hech qayerda kamchilligi yo'q. Bo'g'ozligida ham, tonida ham hech qayerda kamchilligi yo'q variantlari. Hop, bu 3 ta bo'g'ozimizga keladigan bo'lsa, bunga ham kelishiladi obunachilar. Narxini ham aytib o'tib ketaveramiz. $1100 3 ta bo'g'ozni Toshkentga yetkazib beriladi, undan yog'i kelishilgan holda. Hop, ona bolalarimizni ham narxini ikkovini aytib o'tib ketaveramiz. Obunachilar, bittani olaman deganga ham bitta ham ketaveradi. Ikkovining narxi $1300 bo'lsa uyingizga yetib boradi. Toza qo'chqordi bolalari, xudo xolasa, linali qo'chqordi bolalari. Xudo xolasa mana toza narsa olaman deganlarga o'ta tiniqlaridan xudo xolasa mana yetib kelgan. Bizda har doim bo'ladi, xudo xolasa, liboy payt aloqaga chiqaverasizlar. Qo'chqor, toza qo'chqor so'raganlarga, qo'chqor qo'zisidan, ikki tishidan hammasidan so'raganlarga tozalaridan ham xudo xolasa olib kelib beraveramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Shu yosh variantlari uzoq bolani olib ko'paytirib yuraverasizlar. Mana kallalarni ham ko'ryapsizlar, kalla boshlarini obunachlar. Bundaqalar narxini ko'ryapsizlar. Chunki bo'y bastlari ham normal holatda 90 ga davri bor bu yerda. 85 plyusdan 90 ga davri bor. Ona bolalari ham xudo xolasa mana dumbar azizlarni ko'ryapsizlar. Dumbar aziz jicha hali chiqmagan, chiqsa qo'y ham o'ta uzun, haqiqiy toza qo'y mana ishqibozlariga. Bu yerda hammasi toza qo'ylar obunachilar. Xudo xolasa mana shunaqa tozasidan men qo'ramda ham bo'lsin deganlar, bittadan like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga har doim olib kelishni harakatida bo'laveramiz. Mana yosh narsalar uzoq bolani olib, bundan keyin o'zlaringni toza qo'chqorlaringga qo'shib bemalol bolani olsalaring bo'laveradi. Toza bola beradi. Xudo xolasa yirik narsalar, o'zi ham sifatli narsalar.
Hop, yo'qmasam obunachilar, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammalaring chorvalaringga Alloh baraka bersin. Mana shunaqa toza qo'ylar hamma uyda 100 yosh, 200 yoshdan bo'lib ketaversin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga chiqarishda davom etamiz.